Assalomu alaykum, meni hurmatlilarim. Xayrli kech, hammalaringizga yaxshimisizlar? Charchamasdan ishlab keldilaringizmi? Hozir internetda bilmayman, menga endi yetib kelyapti. Abitdan keyin shunday internetga kirsam, bitta narsa bor ekan, g'o'ra bilan birga yeyishyapti. Men g'o'rani yeb yurardim. G'o'rani endi bizning qishloq sharoitimizda g'o'ra tekin topiladi. Mana ravoch degan narsa bor ekan. O'rtoqlar, buni yuvdim hozir rosa. Buni oq internetda ko'rganimda bunday postini archib yeyishayotgandim lekin buni posti archilmayapti-ku. Menga bilganlar aytib yuboringlarchi. Archildi. Unaqa hammasi archilmayapti-da, yarmigacha ketib turib uzilib qolyapti. Mana bo'ldi. Xullas, shu ravoch degan narsadan endi yeyapman. Mana xudo xolasa tatib ko'ramiz. Hali trendga chiqqan narsa kechroq keladi menga. Lekin kech bo'lsa ham yetib keladi. Sal kichkinaroqdan yeb ko'raveraylikchi. Mana archimasdan yeyapman endi o'rtoqlar, bu archilmadi. Men internetda ko'rganlarim oppoqdi. Bu tanasi bunaqa qizil ekan. Eskirib qolmaganmish qilib. Yeganlar menga aytib yuboringlarchi. Xullas, bismillahirrohmanirrohim. G'o'radan ham arzon narsa bo'lar ekan. Lekin yaxshi. Og'izga yoqadigan. Men shu yoshga kirib birinchi marta yeyapman buni. Oldin ham bo'larmidi bu? Yoki endi ko'ryapmanmi? Internetga endi yaqindan beri kiryapman-da buni. Oldin bo'lsa ham bilmaganmanmi? Har yili yermidi odamlar. Men endi hozir Instagramga kirsam shu chiqib kelyapti-da, ravoch degan narsani yeganlar. G'o'rani ta'mini berar ekan. G'o'raga o'xshagan nordon narsa bo'lar ekan, lekin mazza yoqimli ekan. Olib yeb ko'ringlar. Hammaga xayrli kech, o'zingizlar ehtiyot qiling.